Assalomu alaykum, Xorazmxohlar, Xormonlar Ro'zg'or bilan. Bunda xudo xolasa Boron Zapravka tarafda ikki bunda hozir kanalizatsiyalari net turibdilar. Kolodeslarni qazib, bitirib 4 tane. Bu banyo uchun отдельный kanalizatsiya, bu kuxnya uchun отдельный kanalizatsiya, kolodes qazilib turibdi. Bu yerdan hozir xudo xolasa banyoni kanalizatsiya turbasini to'shib, olmazning birini chiqaramiz. Bu yerda esa kuxnyaniki do'shlardan polni kuxnya kanalizatsiyasi giradi. Vodoprovod ham o'tadi bu yerdan. Bu joyimiz ham ikkisi bir xil planda. Berimizda giraverishda rakovina bo'ladi. Bu yerlarimiz yana lesnitsa polni bani bo'ladi. Banyoni kanalizatsiyasi ko'rsatgandek birinchi kolodes. Bu yerimiz kuxnya. Kuxnyani posudani kanalizatsiyasi отдельный eshikdan chiqqan yerga ketadi. Bu yerda kotolimiz bo'ladi. Birinchi etajimiz polni topli pol, ikkinchi etajimiz ham topli pol bo'ladi. Ekonomik variantda. Teyna Penaplex bilan hammasini cho'tga etib ishimiz. Ish jarayonlarini xudo xolasa video davomida ko'raverasizlar. Ekranlarda telefon nomerlarini qoldiramiz. Santexnika xizmatlari bo'lsa murojaat etaverasizlar. Xorazm Santexnika.